Pul lazım bo'lmaydigan dunyo. Nima bo'lmamda? Puxsuq. Har qatim pulning ishi uchun jafo tortsan. Shundoq, har qatim pul uchun jafo tortyapman. Pul lazım bo'lmaydigan dunyoda yashagan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'ladi? Ansi sinab boqing. Unutib qolib tos qopdiman. Bu telefon bo'tkisidan telefon qilib olay ya. O'zim qilishni xohlaydigan har qanday ishni desam, u ish amalga oshadi, shundoqmi? To'g'ri. Voy, yaxshimisiz? Mening pul lozim bo'lmaydigan dunyoda yashag'im bor edi. Ha, bo'ladi. Endi bo'ldi-ku deyman. Bu ya pul lozim bo'lmaydigan dunyoga o'zgarib bo'ldi. To'g'ri. Endi hiyliqi narsaga erishalaydigan bo'ldim. Tushundim, erishamaydigan u narsaga pul qashmaydi, erishalaydigan bo'ldim. Faqat ishongim kelmayotdi. Aeroplan modelini elishni bekmi orzu qilaman. Bo'ladi. Kelganingga rahmat. To'xtab tur. Shokichik. Sen narsani epli kelsan qandoq bo'ladi? Bunda qilsang bo'lmaydi. Bu 6500 ga. Neden bundaq yaxshi ish bo'lsin, ha? Dunyoda hargizmi pul lozim bo'lmaydigan dunyo yo'q ekan. Tozimi bir. Ma, ola. Ha? Agar pulni olmay kelsang, men ziyon tortmam dem. Ha, men aeroplan modelini aktivda qolmay yana teqa pulni yeb ketamdi. Aslida shundoq bo'lishi tegishli tursa, buning hayron qolg'idek nimasi bor? Bu iş pek yaxşıken, men bu yerda davamlıq turaman. Qiziq ish, bu oylik hisobot nemish qibundaq bo'ladi. Kelar oylik turmushimizni qandoq o'tkazamiz? Buni eling apa, menda 6500 yim bor. Tuzut qilmay buni ishilting. Doim hajlaydigan qizlardan pul so'raydim. Bugun bu fursatda men vafodorligimni ko'rsatib qo'yay. Qandoq? 6500 yen? Nemişki xalığançı pul alısan, ödünüp qalay bunu dekin bunda qımma bolamdı o sen uyumuzun iqtisadiga azraq bosimi köyünüp qoy, onuğa qara. Pul köp bop ketkeşken nemi qilishimni bilemey beshim qetib o'tiratdim. Bu zodi qandoq ish? Jata qoldi. Qo'limni yanchug'imni solsam 1000 yen turdi. Nereden kep qolgandi bilmedim. Qandoq qilamiz? Endi tugashdi. Tugashdi. Qandoq qilishimni bilemey qoldim. Kechiring, yig'lamang. Oyoxir bo'lay dedi. Maaşım chiqsa maaşni idoraga topshirman emasmi? Sizning maoshingiz to'lab tursa qandoq yetadi? Nimishki bundoq bo'ladi? Pulni uyga akirib kelib opamdan tilongladim. Bu zodi qandoq ish? Bilamsiz, qo'limdagi bu uzukni 60 million yenga setib oldim. Chiroyliqmi ekan? Sizlarning oilanglar bek kambag'al, odamning bek havisi keladi. Sizlarning oilanglarga o'xshashqu. Efendiler, hanımlar, mendek bir kalenderge içinler ağırsın. İçinler ağırsın. Oy, şakçık, bir yiyim bozsumu meyli. Azrak ekesiniz. Tozumu bir. Muşundaqmış bolu diken. Pul lazım bulmuşsa taşlıvesili bulmadı mı? Bu yerde cık pul durduğu. Hey bala, pulunu bu yerge kömsen bulmaydı, nerken? Kızık iş, pulunu taşlıvesi mi tullaydı diken? Hey, toka, kaçma! Toka değmez! Hoşum tek, benim asar hatikanını çekip ettin ku, esta. Anlap dur. Kanun boyunca pulunu qalayımqan taşlıb etken adamga, taşlıb etken pulunun birəsisi boyunca cərimanı qoyuldu. Bunu ala, epket. Mağın onqamını töylep be, bu 1 milyon yeni eket, tez bol. Çapsan ala. Tez al. Tez bol. Pul,
Mushundoq dunyoda yashayversam, men sarang bo'lib qolgudekman. Ha, bu qandoq ish? Voy, yaxshimisiz? Aslidagi dunyoga qaytarib bering. Asli keldimi? Asli keldi. Chiqib sinab boqay. Men buni olaman. Shokichik, to'xtab tur. 6500 yen. To'g'ri asli kelmabdi-da. Narsa olsang albatta pul to'laysan-da. Asliga kelibdi. Aslidagi dunyoga o'zgaribdi. Vo! Bek yaxshi bo'ldi. Teatr Strelka. Hujub taskin. Nimandaq tez. Buni nega ishlasam bo'la? Qayerga ishlasam bo'la? Onunda so'rab baqay. Tashion kechirgin topshiriq ishlayotgan vaqtimda seni avar qildigan bo'ldim. Qog'ozingni ishlatib tursam bo'lamdi. Beshim og'rib ketdi, hozir vaqtim yo'q. Bir qatim turishib ugunib qo'yib ajab ochiqlanib ketding-ku. Bunun qarab baqa, sen mushunda qilaymagan gap qilg'achqa buni xato ishildim. Men hozir butun diqqatim bilan uygini o'tdiman. Ha, bu qarab qoldi-ku. To'g'ri deysan. Bu narsa asqatmog'idek. Shodingdon, sen yana bir ish qilgan o'xshamamsan. Teatr Strelka. Istirkaga o'xshaydigan u narsa zodi nima? Narsalar bu Strelkaga tegishlar butunlay o'zgarib ketadi. Qara. Qancha ushlagan seri bu qerindosh o'zrab ketyotadi. Boshqa narsalarni sinab baqaylik. Aslida yorug'lik chiqaradigan chiroq qorong'ulik paydo qildi. Ko'rdingmi? Bu narsaning hech qanday foydasi yo'q. Yana tashlab etganim tuzikda qiladi. Voy, to'xta. Buni tashlab etsak bek afsuslanarli ish bo'ladi. Bu narsa bek qiziqarli ekan. Uning muvofiq ishlatish o'rnini topa olsak, cho'qim qiziqarli bo'ladi. Uni rostla ishlatgil bo'ladimi? Tashion uni nega ishlatishni o'yladingmi? Uni zodi nega ishlasak bo'la? Nega ishlatimiz degina tez desang-chi. Tashion og'rib ketdi. Bo'ldi, buni menga topshir. Sen bir narsa o'yladingmi? Hamma narsani sinab boqaman. Cho'qim ishlatish o'rnini topqil bo'ladi. Ha, buni sinab boqay. Sirtqa yeyib qo'ygan kiyimlar qurib bo'lgandi. Oye, mushundaqmi g'alati havo bo'lamdi. Men asli kiyimni o'lmikin debdiman. Shun uni qurtay degan. Qanday foydasi yo'qmikan? Men yana voz kechmayman. Meningcha bu cho'qim o'ngishli bo'ladi. Shundaqmi? Tamaka. Ishkinglar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Hech nima, hech yo'q. Tamakamni ko'rdinglarmi? O yerda. Bu yerda ekan. Oxiri o'ltirib tamak chekadigan bo'ldim. O'ngishli bo'lgandek qiladi. Qara odamga. Nima? Bu tamakni sho'rg'an sir uzrab ketyapsiz-ku. Bu zot qanaqa ish? Qanday rostla foydasi yo'qmikan? Sinaydigan yana nurg'un narsalar bor. Yerim yo'lda to'xtab qolmaylik. Bu qanday bo'lg'ini? Men aran tozalab bo'lgan tursam, bu zodi
Bu neymiş? Uy, nima degan qiziq. Bu uyda nurg'un g'alati ishlar yuz beryapti. Tashong, Shodindan bu yerga kiringlar. Seni qilma desam gapimni anglamading. Endi qanday qilamiz? Uni men qaytiribsa, eng yaxshisi bu narsani tashlab etay. Bu narsa texmi cho'ng ishlarni teriydigan o'xshaydi. Sana bir iş bo'lmaganda yerga petibli ketibsan. Hey! Yo'lni to'smanglar, ner turinglar. Yo'lni o'tirsin o'tirolmay ner turinglar deyman. Oho! Ey! Bir, ikki, bir, ikki, bir, ikki, bir, ikki. Shodindan g'alitili bo'lib qoldi-ku. So'xcha efendim meni qo'yib o'ting. Men hech narsa olmadim. Bo'lmaydi deganki bo'lmaydi. Shodindan! Meni kechiring. Endi sizni ishkenja tutmayman. Meni kechiring. Shodindan undaq tez yugurma, o'tinib qolay. Shodindan! Qarish tarafini ishlasa asli holdiga qaytdi ekan. Hamma narsalarni asliga qaytiray. O'yinimiz tugagan bo'lsa-mu, biroq bu istirilkaning ishlatish o'rnini topolmadik. Bekor avora bo'ldik-da. Pek erib ketdim. Tashong, hamma yerni qalaymiqan qilib yurma, tez kirib topshiriq ishligin. Hozirla ishlayman. Hech nimani tushunamadim. Bu mashq pefta o'sgan-ku. Qanday qilaman? Tapdim, bu istirilkini nega ishlatishni endi bildim. Kallasi ishlamaydigan odamlarga ishlatsa, cho'qim unumi bo'ladi. Nima bu? Bu mashq pek oson-ku. Haqiqatan unumi bo'ladi ekan. Nima degan zerikishlik? Men bundoq oddiy mashqdan ishlamayman. Lekin bak aqlli qo'yib kelsam, o'moq bo'lmay qoladi ekan. Bu istirilkini xohlagancha ishlasa, qalaymaqanchilik kelib chiqadak. Eng yaxshisi tiqib qo'yay. Voy jon, og'rib ketdi. O'zgartgili bo'ladigan vaqt. Tashong, sen har kuni darslarni o'rganmay doimo sirtqa chiqib o'ynaysan. Hujramni noyit qalaymaqan, faqat yig'ishtirmaysan. Bilamsan, mening kunda qiladigan nurg'un ishlarim bor. Seni boshqaruvdagi vaqtim yo'q. Nimish o'zingning ishini o'zing qilmaysan, ha? Gapimni angladingmi? Dadang ikkimiz kichik vaqtimizdan boshlabla hamma ishimizni o'zimiz U bek xafa bo'ldi. Uning og'zi nimondoq mudraydi. Yana kelib to'xtamay gap qildi. Og'zi tolmaganmidi? Yorqatdan mushundaq chog'da vaqt noyit ost o'tgandek bilindi. Ahvoldan qaraganda u to'xtaydigandek emas. Ko'nglim bak yerim bo'latida nimish qilmasandek bolani tuqqandimi? To'xtang! Men hojatxonaga kirib chiqay. Opamning tillashtiriga faqat chidag'uvchiligim qolmadi. Qandoqmi qilaman? Hay, Shodindan qanchalik vaqt bo'ldi? 15 minut. Nima? Yana 45 minut o'ltiramdim. Opam harqatib 1 soat so'zlab oldin to'xtaydi. Chatoq bo'ldi-ku. Uzoqqa qamayli jinshan uyimizga o'ynag'ib keladi. Endi qanday qilaman? Tozimi bir, endi qanday qilaman? Hay, Shodindan, men avval tepagin bo'lamda. Shundoq muhim ishing bo'lgandan keyin men senga yordam qilay. Buni ishiltayli. Vaqt o'zgartish asbobi. Sana sinab ko'rsatib qo'yay. Bu knopkani sening qishig'iga olib qo'yamiz. Bu yerdagi sonni 60 qilamiz. Andin boshlash knopkasini besib qo'ysaqla bo'ladi. Buningda vaqt tez o'tadi. Har 1 minut 1 soatga teng bo'ladi. Biroq men hech qanday o'zgarishni bayqamadim-ku. Bu o'jirdagi vaqt tez surat o'tadi. Biz o vaqt ichida bo'lmag'achqa his qilamidik, Tashong. Tashong, o soatga qara. Istiriklar bek tez yurgilayotdi-ku. Rasmikan. Xuddi kirishtirilgan kinodagi ularning harakatlari bek tezkan-ku. Endi ishongansan? Ishondim.
Şodindang, etraf barğansır qarang'ilishib ketyapti-ku. Çünkü hazır gün oturdu. Kun o'ltirdi. Men Jinshan bilan kelishib qo'ygan u uyga o'ynag'ib kelmoqchi edi. Qanday qilamiz, ha? Ensirme, fakat muş öydeki vakitli tezleşip gitti. Bu öyden çıksakla texi yop yoruk. Qara. Bırak normal vaqtga o'zgartib qo'yishni herkes unutup qanma. Taşong, meni qachongacha saqlatasan, ha? Ha, mana hozirlik kiraman. Bo'ldi. Qani davomliq so'zlang. Men buni 20 ga to'g'rilab qo'yay. Unalg'in endisini tez qo'ygandek bo'ladi ekan, deb yaxshi bo'ldi. Uning nimlandigini bilmadim. Qiziq ish. Ajab yerib ketdim-ku. Mübarek bolsun, endi azat boldun, vaqt tangshigishni man qaytirib Birdan o'yni olay, bu bak qiziqarliq ekan. Ha, bu degan qalaymakan o'ynaydigan narsa emas. Uni man qaytirib ber, tez man qaytirib ber, Taşong, man qaytirib ber. Ammo men bu o'yinning vaqtini yuzasi asıltib qo'ydim. Meni qandoq tuta olaydi ekansan qani? Sirqi chiqishing uchun 2-3 soat vaqt ketadi. Qandoq? Taşong, nemish qochib ketding? Gapim tek tugamagan tursa. Ha? Shodindang, nemish qilyapsan, ha? Jinshan kep bulanmaydı-ku. Onun uyiga og'il boraychi. Men sening vaqtingni asıltib qo'yman. Buning o'zing ayiblik. Mushundaq tar ko'chada mashina shundoq haydigan bormi? Agar soqchi bo'lgan bo'lsam, pravangni ilib olgan bo'lardim. Bu cho'ng odamlar zodi nima o'ylaydigandi? Tozimi bir. Ha, Jinshan. Kechiring Taşong, kechikib qoldim. Hech qisi yo'q. Vaqt degan jiq tursa, buning bilan qaringiz bo'lmasin. Ham ishni o'z ixtiyorimiz bo'yicha qila olsak, nimga yaxshi bo'ladi? Ha, to'g'ri. Meni saqlab turing, ha? Men pranik bilan choy yeb chiqay. İşingizni qilavering. Opa! Opa! Opa? Opam yo'q-ku. Sirtqa chiqib ketgan o'xshamamdi. Ha, choydonda choy yo'q ekan-ku. Hech qisi yo'q. Sigirmiga to'g'rilasam bo'la. Vah, birdan dil qayindi. Biz nima o'ynaymiz? Nima o'ynasak mayli. Bizning vaqtimizni ishiltib bo'lolmaymiz desakmi bo'ladi. Bir necha kun o'ynasakmi, bir necha oy o'ynasakmi bo'laverdi. Undaqda biz kart o'ynaylik bo'lamdi. Men faqat tugmas kart o'ynashni bilaman. Undaqda shaxmatchi. Men azaldan yengib boqmagan. Amsi musiqa anglasak bo'lamdi. Bizning uyda Shodindongning asosiy naqshidan boshqa naqshi yo'q. Sizga deb qo'yay, men bundaq vaqt isrof qilishni xohlamayman. Jinshan, bundaq ochiqlanmang. O'zingizni erkin tuting, ha? Men Shodindongdan bu vaqt tangshigishni ilib olgandim. Men hozir vaqtni normal vaqtdan yuzasi osiltib etdim. Biz ikkimiz bu uyda xotirjam o'ynaydigan bo'ldik. Yaxshi bo'ldi. Taşong. Meni kechiring. Men vaqtni asli keltirib qo'yaychi. Taşong, nemishqa bundaq qilasiz? Men xafa bo'lib qoldim. Uyimga ketdiman. Hay, Jinshan, kepli ketamsiz? Birdam o'ynabmayang bo'lamdi, ha? Chatoq bo'ldi. Uyning vaqtini asli holatiga kelib qo'yishni unutib qolibdiman. Jinshan. Nemish bo'ldi? Chatoq bo'ldi. Bekka sho'p ketibdi, qandoq qilaman? Taşong, senga nima bo'ldi? Qorala sana buni qalaymagan ishlatma degandim-ku.